Sizdan 1730 dollar bo'libdi aka. Mana 1800 zdachi bor. Bor. Aka, agar kattalik bo'lmasa, zachini shundan mashinamni olib berardim. Bo'ladimi? Bo'ldi, yur ketdi. Bering. Hozir aka, bir minut. Mashinani olib beraman. Qizil Matiz. Pomidorga o'xshaydi. Voy. Voy. Abi, zachigiz. Bergan pulingizga rozi bo'ling, biz mehnatimizga rozimiz. Ozgina anglashmovchilik bo'lib. Keling bir. O'shagan qo'lingizni o'tmayapsiz aka. Hayotda o'zi shu darajada zo'r muallimki, siz kutmagan vaqtingiz, tayinlanmagan paytingizda sizni imtihon qiladi. Vaholanki aslida uni o'zi, kimligini o'zi juda ham yaxshi biladi. Aka, tanishganimdan xursandman. Sog' bo'ling. Hayotganchi, pulni jigrasiga oshiq bo'lib, kibrni nag'masiga uchmaydi. Kimnidir o'zimizdan past sanab turib, oxirida xuddi shunaqa oldida uyalib qolmaydi. Inson bo'lib keldim bu hayotga, inson bo'lib ketdik. Gaplarim to'g'rimi yoki noto'g'ri? Tasavvur chiqarib, lekin baho bermaydi. Qabul etdi.